Hayol surmay ishlasang bo'lmaydimi? Yig'ishtir darrov. O'g'lim, Keling dada. ha o'tiribsanmi ishlab? Eshiging ochiq ekan, kirib kelaverdim. Menga puldan ber. Mana hammasini oling. Necha bu? Cho'g' ekan. Endi hozir bitalagan sotmish bor. Ha o'g'lim, o'tiribsanmi lallayib, salqinginada? Keling dadajon. Pul ber menga, gapga ketyapman. Xo'p bo'ladi. Borlig'im sizniki-yu. Borini oling. Necha bu pul kam? 400 ming pul kerak menga. Hali kechgacha tayyorlab qo'y. Kelib olib ketaman. Xo'p bo'ladi dadajon. Hali kechgacha tayyorlab qo'yaman. Ko'nglingizni to'q qilavering. Usta, nimaga sal bunday qattiqroq gapirmaysiz? O'zi zo'rg'a ishlab pul topsangiz, uni ustiga savdo ham yo'q. Dada, pul yo'q hozir deyolmaysizda har doim. Boringizni berib yuborasiz. Bo'ldi deb. Ota kim bilasanmi? Ota qish sovuq kunlarda o'zi yirtiq kovushda yursa ham bolasiga issiq etik olib bergan inson. Bolalarning baxti uchun yoshligini qurbon qilgan. Jamiki yaxshiliklarni bolasiga tilagan inson. Ota-onamni to umrimning oxirigacha xizmatida bo'laman deganlar necha kishimiz?